Necha yildan beri qiynalib yuribsiz? 6 oy. 6 oydan beri qiynaldi. Bir xil bemorlar bor, bunaqa aritmiya bilan 5 yil, 10 yillab qiynalib yurishadi-da. Bukvalno yarim soatda ishingiz bitdi. Qo'rqmaymiz, chuqur nafas olmaymiz. Men yuragingizni ichidaman. Chuqur nafas olgan paytingiz yuragingiz qimirlaydi. Yuragingiz qimirlasa, meni simim bor-ku, aytgan joyimga turmaydi. Kelishdiki? Faqat bo'g'zimga tiqilyapti. Rosa tiqilib turibdi. Og'riqchi? Sezganim yo'q. Og'riq sezmayapsizmi? Уже aritmiyangiz hozir chiqmayapti. Hammasi joyida. Boshida har 3 tadan bittasi aritmiya chiqib turadi. Hozir уже zo'r rezultatimiz. Faqatgina men atrofini ishlab qo'yishim kerak. Обычно kuydirganda og'riq yurada seziladi bemorlarda. Sizda og'riq yo'q, bo'g'izda narsa tiqilganday bo'lyapti. Da. Ba'zi bir odamlar bo'ladi shunaqa. Deganim ham yo'q, qizigan yo'q. Sizning gapingizni oldimda qizyapti dedim-da. Yo'q, qizimadi, faqat she'rimda bo'lyapti. Da, endi sizda yuragingizda og'riq sezuvchanligi pastda. O'sha uchun og'riq sezmaysizda, lekin pri этом og'riq mana bo'yindagi unaqalarga beradi. Nerv anotda bo'yinda ham nerv tutami bor-da, o'sha yurakka nerv olib boradigan. Sizda o'sha og'riq o'sha bo'yinda bo'ladi. Bu qiziq holat. O'zimda ana bu shu tiqiladi deb sizga aytdim-ku, shu narsa sal kuchaydi-da. Yaxshi. O'z aritmiyani sezardingiz-a? Hozir qanaqa ahvol? Уже yaxshi. Hozir bizda уже adashmasam bir 10 minutdan beri bir xil. O'zgarish sezdingizmi, sezmadingizmi? Yo'q, yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Hozir qarang. Topdik, kuydirdik. Hozir bizda endi taymerimiz endi 4-minut ketyapti-da. 4 minutdan beri aritmiyangiz yo'q. Demak, kamida 20 minut kuzatamiz. 20 minutning ichida ham aritmiya bir dona ham chiqmasa, shu bilan Xudo xohlasa operatsiyani tugatamiz. Kelishdingmi? Bo'ldi, tinch yotavering.